Nima qilyapsiz ovsin? Ovqat qilmoqchi. Shuncha go'sht olib, hammasini solmoqchimisiz? O'zi yeringizni eplab, yarim kilo go'sht olib kelishni bilmaydi. Mani yerim topganini yeyishni bilasanlar. Tinchlikmi? Kenayi, yana nima baloni boshlayapsiz? Ko'rmaysizmi dadasi? Bular tejashni ham bilmaydi. Qachongacha sizni topganingizni yeyishadi. Dostonbek, akangiz tug'ilgan kunlar edi. Shunga yaxshiroq ovqat qilmoqchi edim. Aqling? Mani pulimga emasdi. O'zi sizlarni boqayotganim yetmaganda nima? Akamni tug'ilgan kunini ham men nishonlab berishim kerakmi? Tinchlikmi ukam? Mana qahramoningiz o'zi ham keldilar. Siz mana shu chirrigan 3 ta xurmodan boshqa hech narsa olib kela olmaysizda, to'g'rimi? Aka, chiqib keting. Keta qolinglar. Hammamiz tinch yashaymiz. Alohida chiqsangiz hammamizga yaxshi bo'ladi, aka. Xo'p, faqat bir oyda O'g'il bola bo'ling, aka. onasi Labbek, narsalaringni yig'ishtir. qatga ham chiqamiz. Yig'ishtir dedim, ketamiz. Qaqqa? Ha, o'zing chiqib ket deding-ku. Ha, chiqib keting. Faqat yangi uyingizga chiqib ketasiz. Sizga uy oldim. O'zimizdanikidan ham kattaroq, o'zimizdanikidan ham yaxshiroq. Tug'ilgan kuningiz bilan, aka. Men umuman aybim yo'q-ku, lekin hammasiga erim majburladi. Ama Kechiring. qizurroq bo'lsindirim-da. Bu pul, mol dunyo hammasi esdan chiqadi. Lekin ota-onamiz aytganlaridek, oqibatimiz yo'qolmasin, akajon. O'zimizga gap. Boshingga kelsa kulfat, Vo, akang ukang bo'larkan eng zo'r ulfat. qadri baland mehribon ekan, ishonganim qalqonim. Hey! Ama kim keldilar? Assalomu alaykum. Assalom. Qalaysizlar? Voy, sekin, shoshmang. Yopganni olib Ha? keldilar. Banana Olmayam olib kelganman. Bola. Choko krem olib kelibdilar. Boshqa narsalar ham olib kelganman. Uyangizlar bu bolalar. Nima qilib tashladinglar? Nimaga hammasini yoyib tashladinglar? Ama kim bizga ishga olib keldilar-yu. Xo'p, bolam, yo'l o'rtasida emas-ku. Yig'ishtirib ichkariga olib kiringlar. Amayli, ketdik, kiramiz. Bora qolinglar. Hey, talashmanglar. Doim bolalarimizni o'ylaysiz-a. Siz bolalarimizga beryapsiz. Xudo sizga bersin. Endi jiyanlarimga olib kelmasam, kimga olib kelaman? Haligi qani kattakon. Ichkari dedilar, xo'sh chaqiraman. Chaqiring, o'tirgandirlar. Adasi, Qomash qavoga o'xshab. Aka, o'zingiz yaxshimisiz? uka bo'lib doim oldimga bozorlik qilib ko'rgani kelasan. Manchi aka bo'lib uyingga bozorlik qilib ko'rgani bordimmi? Yo'q. Kenja farzand bo'lib shuncha narsaga erishding. Manchi katta farzand bo'lib senga nima qilib berdim? Hech nima. To'g'ri. Hech balo qilib berganingiz yo'q. Lekin nimadir qilib berishingiz ham shart emas, aka. Kim aytdi akalar ukalarga nimadir qilib berish kerak deb? Rahmatli adammi gapini eslasangizchi, aka. Yaratgan egam rizq berganda oilaga beradi. Pulni kim topayotganini farqi yo'q. U pulda butun oilani rizqi bo'ladi. Men katta o'g'ilman, demak ukam bilan bo'lishishim kerakmi? Sen ko'proq pul topsang, ukang bilan bo'lishasan. Ukang ko'proq pul topsa, sen bilan bo'lishadi. Ana shu yaratgan bergan rizqni qizg'onmasdan bo'lishish deyiladi. Men kichkinaman, pul topolmayman. Meni kim boqadi? Ukam, seni o'zim boqaman. Unda Xudoyim, meni ham rizqimni sizga bersin, aka. Qadri baland mehribon ekan, Mani rizqimni sizga emas. Yaratgan sizni rizqingizni menga bergan ekan, aka. qalqonim ekan. Mana, Himoyachi oling. o'git Yaqinda ish boshlagandim. 2 oy bo'lmasdan yurishib ketdi. Bu siz ulushsiz. To'g'rirog'i, sizni rizqingiz, aka. Otamni o'rniga bitta duo qilib qo'ying, aka. Rizqing butun bo'lsin. Rizqimiz butun bo'lsin. Topganlarimiz to'ylarga buyursin. Aytganingiz kelsin. Amin. Allohu akbar. Boshingga kelsa kulfat, Akang ukang bo'larkan eng zo'r Ulfat. qadri baland mehribon ekan,